raqamli ta'lim ekotizimining 2025-yil davomidagi rivojlanish sarhisobi. Bugun raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga kirib keldi. Ammo raqamli kelajak bir kunda yaratilmaydi. U maktabda boshlangan qiziqishdan, xususiy ta'limdagi chuqur bilimlardan, oliy ta'limdagi tizimli tayyorgarlik va albatta mehnat bozoridagi real tajribadan shakllanadi. Bugun raqamli texnologiyalar vazirligi maktabdan kasbgacha bo'lgan uzluksiz IT ta'lim ekotizimini yaratishda davom etmoqda. Keling, faoliyatimizning o'tgan bir yillik natijalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. 3, 2, 1. O'zbekistonning raqamli ta'lim sohasida katta o'zgarish yasagan 1 million o'zbek dasturchi loyihasida 1 million nafardan ziyod o'quvchilar axborot texnologiyalari kurslarida o'qib, IT sertifikatlarini qo'lga kiritishdi. Loyiha orqali IT kasblarini egallagan 20 mingdan ziyod o'quvchilar bugun o'rtacha 6 million so'm daromad topmoqda. 2025-yilning noyabr oyida yoshlarning sun'iy intellekt sohasiga bo'lgan qiziqishi hamda zamon talabini chuqur anglagan davlat rahbari tashabbusi bilan loyihamiz yangi bosqichga ko'tarildi va 5 million sun'iy intellekt yetakchilari start oldi. Loyiha doirasida AILeaders.uz platformasi orqali Birlashgan Arab Amirliklari hukumati tomonidan taqdim qilingan sun'iy intellekt kurslari, Coursera, Huawei, Oracle kabi dunyoning eng nufuzli tashkilotlarining onlayn kurslarida bepul ta'lim olish imkoniyati yaratildi. Aytgancha, Coursera platformasidagi 3000 dan ortiq kurslarning o'zbek tiliga tarjima qilinishi esa yoshlarning IT sohasida ta'lim olish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Raqamli ta'lim ekotizimining maktab bosqichidagi navbatdagi ikki asosiy loyihasi IT shaharcha va Muhammad al-Xorazmiy vorislari loyihasidir. Qoraqalpog'iston Respublikasi Buxoro, Samarqand, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida faoliyat yo'lga qo'yilgan IT shaharchalarda olis va chekka hududlardagi 1200 nafardan ortiq yoshlar xorijiy tillar hamda axborot texnologiyalari jumladan dasturlash, grafik dizayn va robototexnika yo'nalishlarini bepul o'rganmoqda. Muhammad al-Xorazmiy vorislari loyihasi esa Qoraqalpog'iston Respublikasining 7 tumani hamda Xorazm viloyatining barcha tumanlarida amalga oshirilib, qariyb 5000 nafar o'quvchini dasturlash va xorijiy tillarga o'qitish uchun yagona loyiha doirasida birlashtirdi. IT shaharcha loyihasi chekka hududlarda kichik maktab yoshidan boshlab o'quvchilarga boshlang'ich darajadagi axborot texnologiyalari bilimlarini berishga qaratilgan bo'lsa, Al-Xorazmiy vorislari loyihasi 7-sinfdan boshlab o'quvchilarni professional darajada tayyorlab, ularni mehnat bozorida raqobatbardosh kadrga aylantirishni maqsad qilgan. O'tgan 1 yil davomida ushbu ikki loyiha doirasida jami 5000 nafarga yaqin o'quvchi 63678 soat davomida bepul ta'lim oldi. Joriy yilda Al-Xorazmiy vorislari loyihasini 130 nafar ilk qaldirg'ochlar muvaffaqiyatli tamomladi. Loyiha doirasida qisqa vaqt ichida 40 nafardan ortiq o'quvchi IT sohasi orqali 10 ming AQSh dollargacha daromad topishga erishdi. Mingga yaqin yoshlarning xorijiy tillar va xalqaro IT sertifikatlarini qo'lga kiritishiga zamin yaratdi. IT iste'dod loyihasi raqamli ta'lim ekotizimining muhim drayveri bo'lib xizmat qilmoqda. 2024-yilda loyiha doirasida 1001 nafarga yaqin yosh o'qish va sertifikatlash xarajatlari uchun kompensatsiya olgan bo'lsa, joriy yilda ushbu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 2,5 barobarga oshdi. Natijada 2400 nafar yosh xalqaro IT sertifikati bilan birga o'qish uchun sarflagan xarajatlarni kompensatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Buning uchun joriy yilda davlat budjetidan qariyb 11 milliard so'm mablag' ajratildi. Xalqaro IT sertifikatlar yoshlarning egallagan bilimlarini tasdiqlash bilan birga ularning texnik malakasini oshirish va yuqori daromadli ish o'rinlariga chiqishga xizmat qilmoqda va bu natijalar o'z tasdig'ini raqamlarda ham ko'rsatadi. So'nggi 1 yil ichida xalqaro IT sertifikatiga ega bo'lgan yoshlarning 50% ish bilan ta'minlandi. Ularning o'rtacha oylik daromadi 7 million so'mni tashkil etdi. Yakuniga yetib borayotgan yilda Raqamli texnologiyalar vazirligi IT olimpiadalar yo'nalishida ham salmoqli natijalarga erishdi. Informatika bo'yicha Yevropa qizlar olimpiadasida qo'lga kiritilgan 2 bronza medali, xalqaro informatika olimpiadasida O'zbekiston tarixidagi birinchi kumush va 1 bronza medali, shuningdek O'zbekiston ilk bor mezbonlik qilgan nufuzli Osiyo Tinch okeani informatika olimpiadasida olingan 3 bronza medali yoshlarimizning sport dasturlash yo'nalishidagi xalqaro maydondagi ishtiroki va yutuqlarini izchil oshib borayotganini yaqqol ko'rsatadi. Raqamli ta'lim ekotizimini rivojlantirishda xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash masalasi ham alohida e'tiborga olingan. Xususiy IT ta'lim markazlarini rag'batlantirish maqsadida joriy etilgan IT Talents dasturi orqali joriy yilda 10 ga yaqin o'quv markaziga eksportyor kompaniyalar uchun malakali mutaxassislar tayyorlab bergani sababli 2 milliard so'm miqdorida subsidiya ajratildi. Mazkur qo'llab-quvvatlash choralari natijasida xususiy IT ta'lim bozori
miqdori faol rivojlanmoqda. Ta'lim natijalari ham sezilarli darajada oshdi. 2024-yilda 24800 nafar bitiruvchi tayyorlangan bo'lsa, joriy yilda ushbu ko'rsatkich 1,5 barobarga oshib, 37800 nafarga yetdi. Ulardan 16300 nafarining bandligi ta'minlandi. Raqamli ta'lim ekotizimning oliy ta'lim bosqichida ham joriy yilda yuqori natijalar ko'rsatildi. Agar 2024-yilda axborot texnologiyalari yo'nalishiga ixtisoslashgan 102 oliy ta'lim muassasasi faoliyat yuritgan bo'lsa, 2025-yilga kelib ularning soni 145 taga yetdi. So'nggi 1 yil davomida axborot texnologiyalari yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari sonining sezilarli darajada oshishi sohada ta'lim qamrovi kengayayotganidan dalolat bermoqda. Mazkur o'sish talabalar sonida ham o'z aksini topdi. Xususan 2024-yilda 78 mingdan ortiq yoshlar IT yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalariga o'qigan bo'lsa, 2025-yilda talabalar soni 120.800 nafarga yetdi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Times Higher Education World University Rankings 2025 reytingida 1501 o'rinni egallab, Markaziy Osiyo va Kavkaz o'rta davlatlari universitetlari o'rtasida 5-chi, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari ichida esa 3-o'rinni qayd etdi. Shuningdek, Tatu Quest World University Rankings xalqaro reytingida 1401 o'rindan joy oldi. O'quv yili davomida MIT universiteti talabalari va professor o'qituvchilari tomonidan Scopus va Springer bazalarida 150 ga yaqin ilmiy ishlar chop etilib, xalqaro grantlar va patentlar bilan ilmiy salohiyat yanada mustahkamlandi. 2025-yilda tashkil etilib, Stanford Engineering University of Washington hamda Xitoyning yetakchi texnik universitetlari bilan xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'ygan Cyber University'ga birinchi yilning o'zidayoq 16 mingdan ortiq abituriyent qiziqish bildirib, eng kuchli 1407 nafar talaba qabul qilindi. Toshkent shahridagi Inha universiteti Buyuk Britaniya akademik dasturlarini yo'lga qo'ydi hamda sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili yo'nalishida rahbarlar uchun yangi MBA dasturini ishga tushirdi. Joriy yilda Inha talabalar tomonidan tanlov va hakatonlardagi qo'lga kiritilgan umumiy sovrin jamg'armasi taxminan 355 ming AQSh dollarini tashkil etdi. Shuningdek, Mirzo Ulug'bek vorislari loyihasi doirasida data science hamda kreativ iqtisodiyot yo'nalishlarida 860 nafardan ortiq yosh mutaxassislar tayyorlanib, ularning zamonaviy va talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha bilimi va ko'nikmalari mustahkamlandi. Bundan tashqari, School 21 loyihasida 1600 dan ortiq talabalar asosiy ta'lim jarayonida tahsil olmoqda va 100 nafar ishtirokchi turli kompaniyalarda amaliyotni boshladi. 2025-yilda 3300 dan ortiq IT park rezidentlari tomonidan jami 10 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Muhammad al-Xorazmiy vorislari, Mirzo Ulug'bek vorislari, IT shaharcha, IT iste'dod kabi loyihalar esa mehnat bozorini ana shunday malakali, raqobatbardosh kadrlar bilan to'ldirishga mustahkam zamin yaratmoqda. 2025-yilda Raqamli texnologiyalar vazirligi 130 dan ortiq mamlakatdan tashrif buyurgan 300 ga yaqin mehmonlar ishtirokida ICT Week haftaligi doirasida sun'iy intellekt va ta'lim hamda IT investitsiya forumini tashkil etdi. Shuningdek, Qozog'iston, Serbiya, Armaniston, Germaniya va Rossiyadan kelgan 420 nafardan ortiq mutaxassislar ishtirokida DevOps Days Tashkent 2025 forumi ham o'tkazildi. UzGeeks IT hamjamiyati bilan hamkorlikda tashkil etilgan 7 ta meetupda 3000 dan ziyod IT sohasiga qiziqqan mutaxassislar uchun tajriba va bilim almashish maydoni yaratildi. Respublikamizning barcha hududlarida Infotech 2025 forumi tashkil etilib, 5000 dan ortiq o'qituvchilar hamda onlayn o'quvlar orqali 700 nafardan ortiq hokim o'rinbosarlari va ularning sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchilari sun'iy intellekt yo'nalishida malakasi oshirildi. Shu bilan birga Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan 2025-yil davomida IT ta'limni rivojlantirish maqsadida undan ortiq xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlardan 35 million dollardan ortiq grant mablag'lari jalb etildi. Bu o'tgan 1 yil davomida amalga oshirilgan ishlarning real samarasidir, ammo bu erishilgan marralar yakun emas. Aksincha, yangi bosqich uchun mustahkam poydevordir. Oldinda yanada kengroq qamrov, chuqurroq bilimlar, kuchliroq hamkorlik va yuqori natijalar turibdi. Raqamli texnologiyalar vazirligi kelajakni bugundan qurishda, yoshlarning salohiyatini ochishda va O'zbekistonni raqamli yetakchilar qatoriga olib chiqishda yangi kuch, yangi g'oya va yangi maqsadlar bilan o'z faoliyatini davom ettiradi.